Agar siz 2026-yilda rus tilini o'rganish bo'yicha aniq xarita kontentlarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, ushbu videoni oxirigacha diqqat bilan kuzating. Bilasizmi, juda ham ko'pchilik rus tilini o'rganishni boshlaydi-yu, lekin bir hafta 10 kun o'tganidan keyin tashlab qo'yadi. Chunki ular nima qilish kerakligi, qaysi usullar samaraliroq ekanligi haqida xarita yo'q. Bugun men sizga aynan shu xaritani, ya'ni hech qanday repetitorlarsiz uydan chiqmagan holda mustaqil ravishda o'rganishingiz uchun xaritani tuzib beraman. Tayyor bo'lsangiz, yaxshilab o'rnashib oling. Xo'sh, birinchi usul. Ko'pchilik rus tilini o'rganish uchun kino va multfilmlarni ko'r deydi, lekin uni qanday qilib ko'rish kerak va qaysilarini ko'rish kerakligi haqida ma'lumotni aytishmaydi. Shunchaki agar siz rus tilidagi kino yoki multfilmni ko'radigan bo'lsangiz, siz faqatgina vaqtingizni behuda sarflagan bo'lasiz. Biz esa 2026-yilda boshqacha yo'l tutmoqchimiz, to'g'rimi? Demak, biz o'z aslida kino va multfilmlarni qanday ko'rishimiz kerak? Ma'lum bir o'zingizga yoqqan kino yoki multfilmni ruscha ovozda faqat o'zbekcha subtitrlar bilan ko'rishimiz kerak. Ты ничего не помнишь? Осторожно, осторожно. Почему? Помню. Что помнишь? Поскользнулся. Так. Tasavvur qiling, siz rus tilidagi gaplarni eshityapsiz va pastda o'zbek tilidagi ma'nolari turibdi. Shundagina miyangiz, aslida bu so'zning ma'nosi mana bunaqa ko'rinishda berar ekan deb miyangiz kino orqali kontakt hosil qiladi. Ya'ni o'sha narsalarni siz vizual tarzda esingizda qoldirib borasiz. Bu esa juda ham tabiiy yo'l hisoblanadi. O'zbekcha subtitrli kino yoki multfilmlarni internetdan topsangiz bo'ladi. Xo'sh, agar ularni topa olmasangiz nima bo'ladi? Duch kelgan kinoni ham ko'rib bo'lmaydi. Chunki agar siz detektiv yoki bo'lmasam og'ir janrdagi fantastika yo'nalishlarni ko'radigan bo'lsangiz, 15 daqiqadan keyin uxlab qolishni boshlaysiz yoki bo'lmasam, rus tilim menga emas ekan deb qo'l siltab yuborasiz. Nega? Chunki u yerda siz kundalik hayotda ishlatmaydigan juda ham murakkab bo'lgan so'zlar ko'p. Men sizga hozir zamonaviy, ma'nosiz kinolarni emas, aksincha rus tilini o'rganishingizda poydevor qurib bera oladigan kinolarni tavsiya qilaman. Bularni ko'rish nafaqat foydali, balki juda ham qiziqarli. Birinchisi Operatsiya I. Ushbu film deyarli vizual komediya bo'lganligi hisobiga siz gapirilayotgan gaplarni 100% tushunmasangiz ham u yerda bo'layotgan voqealar, vizual ko'rinishlar orqali qaysi so'zlar ishlatilayotganligini tushunib borasiz. Bu esa miyangizni charchatmaydi. Aksincha, bu sizga oson rus tilini o'rganishingizga yordam beradi. Ikkinchisi, Ivan Vasilyevich o'z kasbini o'zgartiradi. Bu film nimasi bilan zo'r? Chunki bu yerda ikki xil til bor. Ya'ni o'sha qadimdagi shohning dabdabali nutqi va undan keyin esa 70-yillarda rus xalqining oddiy tili. Keyingisi Kavkaz asirasi filmi. Ushbu filmda rus tilida siz qanday qilib, misol uchun, hayratlanish, kimdir bilandir tortishish yoki bo'lmasam biror bir ishni yoki mojaroni chiroyli yo'l bilan hal qilishni o'rganishingiz mumkin. Multfilmlarga keladigan bo'lsak, sizga hozir bolalar uchun chiqarilgan, lekin yoshi kattalar ham mazza qilib, maroqli ko'ra olishi mumkin bo'lgan multfilmlarni tavsiya qilaman. Demak, birinchisi Smeshariki, ya'ni bolaligimizdan mazza qilib maraqab ko'rgan Quvnoq do'mboqchalar multfilmi. Bu shunchaki multfilm emas, bu hayot darsligi. Chunki undagi dialoglar shunaqangi yozilganki, siz u yerdagi gaplarni kundalik hayotingizda bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Ikkinchisi Fiksiki. Agar siz texnikalar, uydagi buyumlar yoki bo'lmasam o'sha oddiy buyumlarni rus tilidagi ma'nolarini bilmoqchi bo'lsangiz, bundan yaxshi multfilm yo'q. U yerdagi gaplar shunaqangi yozilganki, ya'ni shunaqangi ijro etilganki, xuddi sizga aytilganidek, ya'ni boshlang'ichlar uchun aniq va tiniq ravon gapirilgan. Shu joyda mendan sizga kichik, lekin juda ham muhim tavsiya. Ushbu multfilmlarni faqat bir martagina ko'rib qo'ymang. Birinchi navbatda o'sha subtitrlar bilan ko'ring, ma'nolarini tushunib olganingizdan keyin subtitrlarni o'chirib qo'yib ko'rsangiz, miyangizni o'zi avtomatik ravishda so'zlarni ma'nosini qidirishni boshlaydi. Bu xuddi suzishga o'xshagan gap. Birinchi martasida o'sha qo'shimcha vositalar orqali suzishni o'rganasiz, ikkinchi marta esa o'zingiz suzishni davom ettirib ketaverasiz. Kinolar va multfilmlar havolasini Telegram kanalimizga joylab qo'ydik. Pastdagi havola orqali bemalol o'tib olishingiz mumkin. Xo'sh, kinolarni ko'rdik, multfilmlarni ko'rdik, o'zimizga yaqin bo'lgan, o'zimiz yodlashimiz kerak bo'lgan so'zlarni daftarimizga yozib oldik. Endi savol, bularni qanday qilib eslab qolamiz? Ertasi kuni bularni esimizda qoldirishimiz uchun nimalar qilishimiz kerak? Bu muammoning yechimi intervalli takrorlash, spaced repetition texnikasi. 2026-yilda so'zlarni yodlashingiz uchun 24 soat kitobga termilib o'tirishingiz shart emas. Aynan ushbu texnikadan foydalansangiz, shuni o'zi yetarli. Inson miyasi yangi bir materialni, ya'ni o'sha foydali ma'lumotni qabul qilganidan keyin, agar u bir necha soat ichida takrorlanmasa, 50-70% unutiladi.
Intervalli takrorlash usuli esa so'zlarni ko'p marotaba emas, aksincha, o'sha so'zlarni to'g'ri vaqtda takrorlash orqali so'zlarni yodlashga yordam beradi. Masalan, siz bugun 10 ta rus tilidagi so'zlarni o'rgandingiz. Agar siz bularni faqat bugun o'rganib, ertasiga takrorlamasangiz, bu 2-3 kun ichida sizni esingizdan chiqib ketadi. Intervalli takrorlash usulida esa bir so'zni bir necha bosqichda takrorlab boriladi. Birinchi marta bugun, ikkinchi marta esa 1 kundan keyin, uchinchi martasida 3 kundan keyin, to'rtinchi martasida 7 kundan keyin, 5-martasida esa 14 kundan keyin takrorlaysiz. Har bir takrorlashda so'zlar miyaga chuqurroq singishni boshlaydi. Lug'atlarni puxta yodlashingiz uchun o'sha so'zlardan iborat bo'lgan bir dialog yoki matn tuzsangiz, shuning o'zi ham yetarli. Bloknotga yoki bo'lmasa o'sha daftaringizga lug'atlarni yozib 24 soat ichida oldingizga ko'tarib yurishingiz shart emas. Enki yoki Quizlet kabi ilovalarni yuklab oling. Ilovaga so'zlarni kiritasiz. Ilovaning o'zi bo'lsa algoritm orqali sizga qachon so'zlarni takrorlash kerak ekanligini eslatib turadi. Bilaman, bu usulni ko'pchilik mustaqil qilish yoki buni tizimlashtirish juda ham ko'pchilikka qiyinlik qilishi mumkin. Qachon qaysi so'zlarni yodlasam ekan, qachon rus tilida erkin muloqotga chiqar ekanman degan savollar ko'pchilikni qiynaydi. Aynan shu muammoga bizda konkret yechim bor. Razgovor.uz onlayn maktabi bilan hozirgi kungacha 1715 dan ortiq o'quvchilar kurslarida o'qib, rus tilida erkin muloqot darajasigacha chiqishdi. Kursimiz onlayn formatda bo'lib, siz xohlagan joyingizda o'rganishingiz mumkin. 3 oyda 0 dan razgovor darajasigacha chiqishingizga 100% qonuniy shartnoma asosida kafolat beriladi. Haftada 7 kun dars, 3 kun video darslar, test, audio lug'atlar orqali grammatikani o'rganasiz. Undan tashqari 3 kunda bo'lsa, ustoz bilan jonli tarzda individual razgovor darslarini o'tkazasiz. Yakshanba kuni musiqali darslar bonusga. Ustozlar jonli darslarni sizga moslashtirilgan holda o'tishadi. Ya'ni sizning sohangizga, ya'ni sizga yaqinroq bo'lgan mavzular bo'yicha siz bilan o'sha rus tilida dialoglar orqali darslar bo'lib o'tadi. Darsliklarga qo'shimcha sifatida esa tekst, uning audiosi bilan qo'shimchasida testlar va uyga vazifalar topshiriladi. Natijaga esa 100% kafolat bor. To'lovni esa Uzum yoki bo'lmasam Alif nasiya orqali bo'lib to'lashingiz ham mumkin. Qisqa qilib aytganda, 2026-yil kafolatlangan kursda o'qib, rus tilida erkin muloqot darajasigacha chiqmoqchi bo'lsangiz, pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'ting, sotuv menejerlarimiz albatta siz bilan bog'lanishadi. Endi eng qiziq joyga keldik. 2026-yilda yashayapmiz, ya'ni cho'ntagingizdagi telefon oddiy bir matoh emas, u kuchli repetitor. Telefon yoki notebook orqali sun'iy intellekt, ya'ni ChatGPT, Gemini yoki boshqa AI'lar bilan ham o'zingiz mustaqil ravishda rus tilini o'rganishingiz mumkin. Faqat unga menga rus tilini o'rgat demaysiz, balki unga aniq promptlar, ya'ni buyruqlar berishingiz kerak bo'ladi. Masalan, demak, birinchi usul rolga kirish. AI'ga ayting: sen tajribali rus tili ustozisan. Mening darajam A1, ya'ni boshlang'ich darajadaman. Men bilan rus tilida muloqotni boshla. Bizning vazifamiz, men do'kondaman, sen esa sotuvchisan. Sen muloqotni boshlaysan, har bir gapingdan keyin qavs ichida o'zbek tarjimasini yoz. Chunki biz so'zni ma'nosini tushunib borishimiz kerak. Agar men xato qilsam, javob qaytarishdan oldin xatoyimni to'g'rila va o'zbek tilida qoidasini tushuntir. Savolni AI'ga, ya'ni ChatGPT yoki o'sha sun'iy intellektga aniq va qisqa yozishimiz kerak bo'ladi. Demak, jo'natamiz. Bu usulning foydasi shundaki, AI sizdan hech qachon charchamaydi, sizdan zerikmaydi va tun-u kun xizmatingizga tayyor. Faqatgina yozish bilan cheklanmang. ChatGPT'da ovoz tugmasini bosing va ovozli o'sha promptlarni ovozli tarzda unga jo'nating. Shunda siz xuddi tirik odam bilan birga bir suhbat qilayotgandek o'zingizni his qilasiz. Bu rus tilidagi atmosferani yaratishning eng arzon va eng zo'r yo'li. Xaritamizning eng oxirgi, lekin eng muhim vazifalaridan biri. Bu sifatli kitob. Bilaman, juda ham ko'pchiligimiz kitob deganda qalin grammatikalardan zerikarli darsliklarni tushunamiz, lekin 2026-yilda biz vaqtimizni behudaga sarflamaymiz. Hozir sizga boshlang'ich etapda foydalaniladigan eng muhim 3 ta kitobni tavsiya qilaman. Birinchisi Red Klinka A1. Ushbu kitob rus tilini o'rganishda boshlayotgan insonlar uchun haqiqiy topilma. Chunki bu yerdagi so'z va gaplar sodda, grammatika bo'lsa miyani charchatmaydigan holatda berilgan. Eng muhimi mashqlar ko'p. Rus tilidagi so'zlaringizni, o'sha razgovoringizni birinchi g'ishtlarini ushbu kitob orqali qo'ysangiz bo'ladi. Ikkinchisi 30 shagov к русскому языку. Rus tiliga 30 qadam. Nomi bilan ham aytib turibdi, ushbu kitob sizni bosqichma-bosqich tarzda muvaffaqiyatga olib chiqadi.
Eng muhimi, ushbu kitobdagi mavzular haqiqiy hayotdan olingan voqealar asosida tushuntirib beriladi. Uchinchisi, русские падежи. Tan olaylik, rus tilidagi eng og'riqli, eng zerikarli nuqta bu padejlar. Ushbu kitobimiz esa aynan o'sha og'rig'imizga davo bo'la oladi. Chunki bu yerda padejlarni zerikarli jadvallar va grammatik qoidalar bilan emas, aksincha, misollar va amaliy mashqlar orqali quvnoq tarzda o'tkazib beriladi. Dunyodagi eng zo'r kitobni olsangiz ham, lekin u javonda chang bosib yotsa, uni bir tiyinlik foydasi yo'q. Bir kunda 5 soat kitobni o'qib, bir hafta dam olib yotish ham bu xato. Shuning uchun har kuni kamida 10-15 daqiqa bitta kitobni o'qib, uni o'rgansangiz, shuni o'zi yetarli. Rus tilini o'rganishning eng muvaffaqiyatli siri ham ana shunda. Kuniga kam-kam bo'lsa ham muhimi tizimli tarzda bilim olish. Xo'sh do'stlar, endi 2026-yilda rus tilini o'rganish endi sizga unchalik ham qiyin emas. Bu uchun videoda aytilgan usullarni qo'llab, har kuni oz-ozdan bo'lsa ham qo'llab borishingiz kerak. Agar sizga ushbu yo'lda yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, xatolaringizni to'g'rilab sizni natijaga olib chiqadigan professional jamoa bilan rus tilini o'rganmoqchi bo'lsangiz, 90 kunda razgovor kursimiz aynan siz uchun. Hozir ro'yxatdan o'tganlar uchun maxsus chegirma va bonuslarimiz bor. Havola bo'lsa videoning ostida va izohlarida turibdi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Rus tilini o'rganmoqchi bo'lgan tanishingizga, do'stingizga ushbu videoni jo'natib qo'ying. Sizningcha ushbu 4 ta usuldan qaysi biri sizga eng ko'proq yoqdi? Izohlarda yozib qoldiring. Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr.